Butun dunyoni larzaga solgan bu bola Murtazo Ahmadiy. U Messining ashaddiy muxlisi va u kabi futbolchi bo'lish orzusi bor edi. Ammo u Afg'onistonlik va kambag'al oilada tug'ilgan. Uning oilasi futbolka tugul non sotib olishga imkoni yo'q edi. Lekin u taslim bo'lmadi. Otasi unga plastik paketdan futbolka yasab berdi. Plastik paket kiyib yurgan Murtazoning surati tezda butun dunyoga tarqaldi va Messining shaxsan o'zi unga imzoli futbolka va to'p sovg'a qildi. O'sha paytda Murtazoning ko'zida quvonch va baxt tuyg'usini so'z bilan ta'riflab bo'lmasdi. Bundan xulosa shuki, qanaqa sharoit bo'lmasin, haqiqiy futbolchi maydonda ham, hayotda ham kurashadi. Orzulariga qarshi qancha to'siq qo'yilmasin, u hech qachon taslim bo'lmaydi. Murtazo kabi sen ham orzularing sari oldinga yur.